Men shu oxirgi paytlarda Yeva kompaniyasi degan kompaniya haqida ko'p eshityapman. Bitta Bahora Raimova degan qizimiz o'z Ersag'da ishlardilar. Ancha yildan beri Gold Leader bo'lganlar, lekin mana shu Yeva kompaniyasining past balandliklarini solishtirib, ikkita kompaniyani pulni solishtirib, mana shu Yeva kompaniyasiga o'tib ketganlar o'zlarining komandalari bilan birgalikda. Chunki unda qisqa muddatda katta natijalarga erishib, katta daromadlarga chiqish mumkin. Yana ikkinchi tarafdan yangi kirib kelgan kompaniya o'sha Rossiyadan kirib kelganiga 6 oy ham bo'lmadi. Bilasizlar, birinchi kirib kelgan kompaniyalarda rivojlanish qanaqa tezlikda bo'ladi. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Ko'p setiviy marketingda ishlaydiganlar bo'ladi, bu sohani yaxshi tushunadiganlar bo'ladi. Bahora Raimovani komandalariga qo'shilishinglarni tavsiya qilardim, chunki ular Yeva kompaniyasini birinchi olib kirgan Mehriniso opaning eng rivojlangan komandalaridan biri hisoblanadi.